Futbolchilarning kelajakda super yulduzga aylanishi mumkin bo'lgan eng iqtidorli 4 o'g'li. Birinchi o'rin esa barcha rekordlarni yangilashi mumkin. 4-o'rin Enzo Alves Vieira, Marceloning o'g'li. U Real Madrid akademiyasida shug'ullanadi va unda futbol haqiqatan ham qonida borligi seziladi. To'p nazorati, braziliyaliklarga xos texnika va harakatlardagi yengillik darrov ko'zga tashlanadi. Ba'zilar hatto u tarixdagi eng buyuk qanot himoyachilardan biri bo'lgan otasi Marcelodan ham o'tib ketishi mumkinligini aytmoqda. 3-o'rin Kay Rooney, Wayne Rooneyning o'g'li. U allaqachon otasining yo'lidan ketmoqda. Kayning Puma bilan homiylik shartnomasi ham bor. Uning pozitsiya tanlashi, qat'iyligi va zarbalarni yakunlash uslubi yosh Wayne Rooneyni eslatadi. 2-o'rin Cristiano Ronaldo Jr. Ronaldoning o'g'li. Otasi qayerga bormasin, u ham ortidan borib o'zini ko'rsatmoqda. Juventus, Manchester United yoki Al Nassr, hamma joyda u elit akademiyalarda shug'ullandi. Ronaldo Jr. otasidan intizom, ambitsiya va darvoza oldidagi killer instinktini meros qilib olgan. Bu mini Ronaldoning kelajagi juda yorqin ko'rinmoqda. Va birinchi o'rin. Uning futbol IQsi, maydonni ko'rishi va yumshoq birinchi teginishi allaqachon buyuk futbolchilar bilan solishtirilmoqda. Bir o'yinning o'zida u yakka holda 13 ta gol urgan. Shu tempda davom etsa, juda yaqin orada butun dunyo uning nomini gapira boshlashi mumkin. Uning ismini topa olasizmi? Kommentariyada yozing.